Azizlarim, sizlarga hozir men Qubo masjidiga borishning eng oson va yaqin yo'lini ko'rsatib qo'yaman. Masjidi Nabaviyning 310-darvozasidan chiqasiz. Orqa tomonga qarab yursangiz 24 soat davomida mana shunaqangi elektrokarlar sizlarni manzilingizga yetib qo'yishadi. Narxi 10 riyol. Siz ko'rib turgan mana shu masjid Juma deb nomlanadi. Ana Qubo masjidi. Ortimizda birinchi qurilgan masjid Qubo masjidi. Hozir men sizlarga ko'pchilik aytmagan ma'lumotni aytib beraman. Buning uchun bitta like sizlardan. Qubo masjidiga kelganingizdan so'ng hozir men sizga ko'rsatadigan joyni g'animat biling. Mehrobning tepasidagi mana shu gumbazda ikkita teshik bor, ko'rinib turibdimi? Mana shu teshikni tagi nihoyatda qadrli joy hisoblanadi. Qubo masjidiga kelgan ziyoratchilarimiz mana shu teshikning ostini mo'tabar, tabarruk bilishlari va mana shu yerda ko'proq vaqtlarni o'tkazishlari maqsadga muvofiqdir. Oyatlar yozilgan peshtaxtalar ustiga maxsus moslamalar o'rnatilgan. Mana shu moslamalar qushlarning bu yerlarga kelib, unga qo'nmasligi va peshtaxtalarga axlat chiqarmasligini ta'minlash uchun xizmat qiladi. Mazza. Madina Munavvarada o'zi borilishi shart bo'lgan 4 ta maskan bor. Ulardan biri shubhasiz Masjidi Nabaviydir. Ikkinchisi Baqiy qabristoni, uchinchisi Uhud tog'i bo'lsa, to'rtinchisi Qubo masjididir. Siz ulardan biri Qubo masjidida bo'ldingiz. Xo'sh, qaysi joylarga borib, u yerlardan lavhalarni tayyorlashimni xohlaysiz? Aytgancha, bu videoni yaqinlaringizga jo'natib qo'yish esdan chiqmasin, ha?